Agar omadim kelmasa-chi, agar hech narsa o'xshamasa-chi, agar odamlar ustimdan kulsa-chi. Biz ko'pincha haqiqatdan emas, tasavvurimizdan azob chekamiz. Aql g'alati narsa. U qorong'ida maxluqlar o'ylab topadi. Keyin esa o'zi taratgan soyadan qochadi. Hayot hali sinov bermasidan oldin u allaqachon fojialar to'qib bo'ladi. Shuning uchun sen bir marta emas, 100 marta azob chekasan. Har bir agarchi bilan va har bir shubha bilan. Lekin haqiqat boshqacha. Haqiqiy zarba kelganda u qisqa bo'ladi. Og'riqli, lekin o'tkinchi. Seni charchatadigan narsa esa kutish, xavotir va tasavvurdir. Qo'rqayotgan narsalaringning aksariyati hech qachon sodir bo'lmaydi. Agar sodir bo'lsa ham, sen o'zing bilmagan kuch bilan unga qarshi turasan. Qo'rquv har doim bor, lekin u yolg'onchi. Aqlni boshqarsang, qo'rquvni ham boshqarasan.